Salom qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan har birimiz uchun nihoyatda muhim, ba'zida esa og'riqli mavzu pensiyalar haqida gaplashamiz. Aynan 2026 yildan boshlab pensiya tizimida kutilayotgan yangi qoidalar. Bu o'zgarishlar kimga qanday ta'sir ko'rsatishi, kimlar moliyaviy yo'qotishlarga uchrashi mumkinligi haqida juda batafsil ma'lumot beraman. Bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugungi mavzu har biringizning kelajakdagi farovonligingizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Asli muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvaliga tizim avval qanday ishlaganini qisqacha eslab o'taylik. Ilgari mamlakatimizda pensiyaga chiqish uchun ma'lum bir yoshga yetish, erkaklar uchun 6 yosh, ayollar uchun 25 yosh va kamida ma'lum bir ish stajiga ega bo'lish talab etilardi. Masalan, erkaklar uchun 25 yil, ayollar uchun 20 yil ish staji zarur edi. Agar siz ushbu mezonlarga mos kelsangiz, sizga to'liq hajmdagi yoshga doir pensiya tayinlanardi. Agar ish staji yetarli bo'lmasa, lekin ma'lum minimal stajga ega bo'lsangiz, proporsional ravishda qisqartirilgan pensiya yoki ijtimoiy pensiya olishingiz mumkin edi. Muhimi, ish stajini hisoblashda mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosiy hujjat hisoblanar. Turli davrlardagi rasmiy ish joylari yig'indisi inobatga olinardi. Ba'zi hollarda ish stajiga kirmaydigan davrlar, masalan, bolani parvarishlash ta'tili yoki harbiy xizmat kabi davrlar ham hisobga olinishi mumkin edi. Lekin ularning soni va muddati cheklangan edi. Endi esa 2026 yildan boshlab kuchga kirish kutilayotgan yangi qoidalar haqida gaplashaylik. Hukumat pensiya tizimini yanada barqaror qilish, pensiya fondining kelajakdagi defitsitini oldini olish va tizimning adolatli bo'lishini ta'minlash maqsadida bir qator jiddiy o'zgarishlarni taklif qilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat. Birinchidan, yoshga doir pensiya olish uchun talab qilinadigan minimal ish staji sezilarli darajada oshiriladi. Aniq raqamlar hali jamoatchilikka e'lon qilinmagan bo'lsa-da, mutaxassislar erkaklar uchun 25 yildan 30 yilga, ayollar uchun esa 20 yildan 25 yilga oshirilishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Bu shuni anglatadiki, agar siz ilgari 25 yil ish staji bilan pensiyaga chiqib olgan bo'lsangiz, endi bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchidan, ish stajini hisoblash usuli yanada qat'iylashtiriladi. Asosiy e'tibor pensiya yig'malari hisob varag'iga o'tkazilgan sug'urta badallariga qaratiladi. Bu shuni anglatadiki, faqatgina mehnat daftarchasidagi yozuvlar emas, balki har bir ish beruvchi tomonidan siz uchun davlat pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda sug'urta badallari o'tkazilganligi tasdiqlanishi shart bo'ladi. Agar badallar o'tkazilmagan bo'lsa, hatto mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa ham, bu davr ish stajiga kirmasligi mumkin. Bu ayniqsa norasmiy ishlagan yoki konvertdan maosh olgan shaxslarga katta ta'sir ko'rsatadi. Uchinchidan, ba'zi imtiyozli ish stajini hisoblash qoidalari o'zgarishi mumkin. Masalan, bolani parvarishlash ta'tili, oliy ta'limda o'qish davri yoki harbiy xizmat davrlarini ish stajiga qo'shish borasidagi cheklovlar kuchaytirilishi kutilmoqda. Bu ayniqsa shu davrlar hisobiga ish stajini to'ldirishni rejalashtirganlarga ta'sir qiladi. To'rtinchidan, pensiya miqdorini hisoblash formulasi ham qayta ko'rib chiqiladi. Bu borada aniq ma'lumotlar yo'q, biroq tizim shaxsiy hisob kitoblar asosida shakllanishi, ya'ni har bir shaxsning o'z hisobiga qancha sug'urta badali o'tkazganiga bevosita bog'liq bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, pensiya miqdori nafaqat ish stajiga, balki maoshning rasmiy qismiga va undan to'langan soliqlarga yanada bog'liq bo'ladi. Bular juda jiddiy o'zgarishlar. Do'stlar, ular sizning kelajakdagi pensiya ta'minotingizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Shuning uchun bu o'zgarishlarning har birini diqqat bilan o'rganishimiz shart. Asosiy qism nimani bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Keling, yangi qoidalar kimga ko'proq ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu borada aniq tasavvurga ega bo'lishimiz uchun bir nechta hayotiy misollarni tahlil qilamiz. Aslida kimlar xavotir olishi kerak? 1. Ish staji yetarli bo'lmaganlar yoki chegara yaqinida turganlar. Aytaylik, Ahmad aka hozir 22 yoshda. Uning mehnat daftarchasida 23 yillik rasmiy ish staji bor. Eski qoidalar bo'yicha 6 yoshga chiqqanida unga 25 yillik stajdan 23 yil hisoblanib, proporsional ravishda pensiya tayinlangan bo'lardi. Ammo yangi qoidalarda minimal staj 30 yilga oshirilsa, Ahmad akaning 23 yillik staji yetarli bo'lmaydi. Bu holda Ahmad aka 2 yo'l tutishi mumkin.
Birinchisi, qo'shimcha 7 yil ishlab minimal stajni to'ldirish. Bu esa pensiyaga chiqish yoshini sezilarli darajada kechiktiradi. Ikkinchisi, agar u minimal stajga yetmasa, u holda to'liq yoshga doir pensiya emas, balki pastroq miqdordagi ijtimoiy pensiyaga umid qilish kerak bo'ladi. Bu uning oylik daromadida sezilarli yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Chunki ijtimoiy pensiya odatda tirikchilik uchun zarur minimal miqdordan ortiq bo'lmaydi. Ammo aka hozirning o'zidayoq ish stajini tekshirishi va agar imkoni bo'lsa, rasmiy ishga joylashib, sug'urta badallarini to'lashni boshlashi zarur. Nega? Norasmiy ishlaganlar yoki konvertdan maosh olganlar. Dilnoza opa hozir 25 yoshda. Uning mehnat daftarchasida 12 yillik rasmiy ish staji mavjud. Ammo oxirgi 7 yil davomida u xususiy tadbirkorlik subyektida rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan yoki o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida sug'urta badali to'lamasdan ishlagan. Eski qoidalarga ko'ra bu 7 yil inobatga olinmagan bo'lsa ham, qolgan 15 yillik staj bilan u ayollar uchun minimal irimliga yetmasa-da proporsional pensiya olishi mumkin edi. Biroq yangi qoidalarda agar ayollar uchun minimal staj 25 yilga oshirilsa, Dilnoza opaning 28 yillik staji mutlaqo yetarli bo'lmaydi va u to'liq pensiyadan mahrum bo'lishi mumkin. U ham Ahmad aka singari ijtimoiy pensiyaga o'tishi yoki qo'shimcha ish staji to'plashi kerak bo'ladi. Uning uchun eng katta muammo norasmiy ishlagan davrini tasdiqlay olmasligi. Chunki bu davr uchun sug'urta badallari to'lanmagan. Ish stajida katta uzilishlar bo'lganlar. Alisher aka o'z vaqtida chet elda ishlagan yoki uzoq muddat ishsiz qolgan. Uning jami rasmiy staji 20 yilni tashkil etadi. Biroq bu staj 35 yillik ish faoliyati davomida uzilishlar bilan to'plangan. Yangi qoidalar joriy etilganda. Agar Alisher akaning 20 yillik staji minimal talabdan, masalan, 7 yil kam bo'lsa, u ham to'liq pensiya olish huquqidan mahrum bo'lishi mumkin. Ayniqsa, chet elda ishlagan davrlarni tasdiqlash uchun xorijiy davlatlar bilan pensiya to'g'risidagi shartnomalar mavjud bo'lmasa, bu davrlar hisobga olinmasligi ehtimoli bor. Asterisk yosh ishchilar va talabalar. Jasur hozir 30 yoshda. U endigina ish faoliyatini boshlagan. Agar u kelajakda bir necha yil norasmiy ishlasa yoki ish joyini tez-tez o'zgartirib, har safar sug'urta badallari to'lanmagan davrlar yuzaga kelsa, pensiya yoshiga yetganida u ham ish staji bilan bog'liq muammolarga duch kelishi mumkin. Uning uchun bugundan boshlab har bir ish joyida rasmiy ro'yxatdan o'tish va sug'urta badallarining to'lanayotganini nazorat qilish juda muhim. Bu ayniqsa o'qish davrida parallel ravishda ishlagan talabalarga ham tegishli bo'lib, ularning o'qish davri qisman yoki to'liq ish stajiga kirmasligi mumkin. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi yoki kamroq xavotirlanishi mumkin. 1. Uzoq yillik rasmiy ish stajiga ega bo'lganlar. Gulnora opa 7 yoshda, u 35 yildan beri uzluksiz ravishda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Uning barcha ish staji rasmiy ravishda hujjatlashtirilgan va har bir oylik maoshidan sug'urta badallari muntazam o'tkazilgan. Yangi qoidalar joriy etilganda ham Gulnora opaning staji hatto oshirilgan talablarni, masalan, 25 yil ham ortig'i bilan qoplagani uchun uning pensiya olish huquqi saqlanib qoladi. Ehtimolsa miqdorini hisoblash formulasida o'zgarishlar bo'lsa, bu uning pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Biroq pensiya olish huquqiga ta'sir qilmaydi. Ikki mashriq davlat korxonalarida uzluksiz ishlaganlar. Davlat korxonalari va tashkilotlarida ish haqi va unga bog'liq sug'urta badallarini hisoblash va to'lash jarayoni odatda qat'iy tartibga solingan. Shuning uchun agar siz shunday joylarda uzoq yillar davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, sizning ish stajingiz to'liq hisoblanishi ehtimoli yuqori. Biroq shunga qaramay, barcha hujjatlaringizni tekshirib chiqish ortiqchalik qilmaydi. 3. O'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida doimiy sug'urta badallari to'laganlar. Asterisk Sanjar aka freelancer sifatida ishlaydi. Biroq u o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan va har oyda belgilangan sug'urta badallarini o'z vaqtida to'lab kelmoqda. Uning to'lagan badallari rasmiy ravishda hisobga olingani uchun uning staji ham to'liq hisoblanadi va u yangi qoidalardan kamroq xavotirlanishi mumkin. Ammo bu holatda ham hisob raqamiga badallar tushganligini muntazam ravishda tekshirib turish tavsiya etiladi. Asosiy xavotir asosan ish staji chegarasida turganlar, norasmiy ishlaganlar va hujjatlashtirilmagan davrlari ko'p bo'lganlardadir. Siz hozirdayoq o'z ish stajingizni tekshirib, barcha zarur choralarni ko'rishingiz kerak. Asosiy qism qoidadan istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar pensiya tizimida har doim ham umumiy qoidalar bilan birga bir qator istisnolar.
shuningdek e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar mavjud. Yangi qoidalar joriy etilishi bilan bu jihatlar yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Astraf qoidadan istisnolar bir nogironlik pensiyalari yoshga doir pensiyadan farqli o'laroq. Nogironlik pensiyalari uchun ish stajiga bo'lgan talablar boshqacha. Nogironlik pensiyasi asosan tibbiy mehnat ekspert komissiyasining TMK xulosasi asosida tayinlanadi va ish staji odatda talab qilinadigan yoshga qarab ancha kam bo'lishi mumkin. Yangi qoidalar asosan yoshga doir pensiyalarga qaratilgan bo'lgani sababli nogironlik pensiyalari tizimida katta o'zgarishlar kutilmayapti. Lekin shunga qaramay, nogironligi bo'lgan shaxslarning oilaviy holatiga qarab, masalan, boquvchisini yo'qotgan oilalar pensiyalari qoidalarida ba'zi kichik o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Asli boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari bu turdagi pensiyalar marhumning qaramog'ida bo'lgan oila a'zolariga tayinlanadi. Bu yerda asosiy e'tibor marhumning sug'urta badali to'lash davri va ish stajiga qaratiladi. Bu yangi qoidalar bu turdagi pensiyalarga ham bevosita ta'sir qilmaydi. Biroq marhumning ish stajini hisoblashdagi yangi qat'iy talablar agar marhum norasmiy ishlagan bo'lsa, uning oila a'zolari uchun pensiya olishda muammolar tug'dirishi mumkin. 3. Ayrim imtiyozli toifadagi shaxslar. O'zbekiston qonunchiligida ba'zi toifadagi fuqarolar uchun imtiyozli pensiya shartlari mavjud. Bularga masalan, ko'p bolali onalar, ayrim hollarda staj talablari kamaytirilishi yoki pensiya yoshi ilgariroq belgilanishi mumkin. Harbiy xizmatchilar, shuningdek ba'zi bir kasb egalari, masalan, yer osti ishlarida, og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlar kiradi. Bu imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin, ammo ularni qo'llash shartlari qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Zararli sharoitlarda ishlaganlik uchun qo'shimcha staj hisoblash qoidalari o'zgarishi mumkin. Shuning uchun, agar siz shunday imtiyozli toifaga kirsangiz, yangi qoidalar e'lon qilinganda o'zingizga tegishli bandlarni diqqat bilan o'rganib chiqing. 4. Ashtirish o'tish davri qoidalari har qanday katta islohotda, ayniqsa pensiya tizimi kabi sezgir sohada odatda o'tish davri qoidalari joriy etiladi. Bu shuni anglatadiki, 2026 yilga qadar pensiyaga chiqish arafasida turgan fuqarolar uchun yangi qoidalar darhol va to'liq kuchga kirmasligi mumkin. Masalan, ular uchun eski qoidalar bo'yicha pensiya tayinlash imkoniyati saqlanib qolishi yoki minimal staj talabi bosqichma-bosqich oshirilishi mumkin. Bu ayniqsa 2026 yilga yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar uchun juda muhim. Ushbu o'tish davri qoidalarini diqqat bilan kuzatib borish lozim. Pitfalls, eski ma'lumotlarga tayanish. Pensiya borasidagi har qanday yangilikni faqatgina eshitdim, qulog'imga chalindi tarzida qabul qilmang. Faqat rasmiy manbalarga, ya'ni pensiya jamg'armasi yoki Adliya vazirligining rasmiy veb-saytlari, matbuot xizmatlarining e'lonlariga ishoning. Qalbaki ma'lumotlar yoki noto'g'ri talqinlar sizni chalg'itishi mumkin. 2. Ish stajini oldindan tekshirmaslik. Ko'pchilik pensiyaga chiqish arafasida o'z ish stajini tekshirib, hujjatlardagi kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qiladi. Ammo yangi qoidalar sharoitida bu ishni hozirdayoq, ya'ni pensiya yoshdan ancha oldinroq boshlash kerak. Agar siz kamchiliklarni aniqlasangiz, ularni tuzatish uchun vaqtingiz borligiga ishonch hosil qilasiz. 3. Asosiy rasmiy xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirish. Hukumat yoki pensiya jamg'armasi tomonidan yuboriladigan har qanday rasmiy xabarnomalarni diqqat bilan o'qib chiqing. Ba'zida muhim o'zgarishlar yoki sizni ogohlantiruvchi ma'lumotlar aynan shu xabarnomalarda keltirilishi mumkin. 4. Firibgar pensiya maslahatchilariga ishonish. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar ba'zi firibgarlar uchun oltin koni bo'lishi mumkin. Ular sizga ish stajingizni to'g'rilab beraman, pensiyangizni oshirib beraman degan va'dalar bilan murojaat qilishlari mumkin. Hech qachon shunday shaxslarga ishonmang va ularga pul to'lamang. Barcha pensiya xizmatlari faqat davlat pensiya jamg'armasi yoki vakolatli davlat organlari tomonidan ko'rsatiladi va rasmiy tartibda amalga oshiriladi. Asti sezilmas nozikliklar. Asti sug'urta badallarining uzluksizligi va miqdori. Yangi tizimda nafaqat ish stajining umumiy muddati, balki sug'urta badallarining muntazam ravishda to'lanishi va ularning miqdori ham juda muhim rol o'ynaydi. Agar siz past maosh bilan ishlagan bo'lsangiz yoki badallar doimiy ravishda minimal miqdorda to'langan bo'lsa, hatto uzun stajga ega bo'lsangiz ham pensiya miqdori past bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, kelajakda yuqori pensiya olish uchun bugundan boshlab rasmiy va yaxshi maosh bilan ishlash, shuningdek sug'urta badallari to'liq o'tkazilayotganiga ishonch hosil qilish kerak.
2. Ish beruvchining mas'uliyati. Ko'pgina hollarda ish beruvchi sug'urta badallarini o'z vaqtida va to'liq to'lashga mas'uldir. Agar ish beruvchi bu majburiyatini bajarmasa, bu sizning kelajakdagi pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sizning huquqingiz ish beruvchidan badallar to'lanayotganligini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rash va bu jarayonni nazorat qilishdir. Pensiya jamg'armasi shaxsiy kabinetida o'zingiz uchun to'langan badallarni tekshirishingiz mumkin. Arxiv hujjatlarining ahamiyati. Agar sizning ish joyingiz tugatilgan bo'lsa va mehnat daftarchangizda shu davrga oid yozuvlar mavjud bo'lsa-da, sug'urta badallar to'lanmagan bo'lsa, bu davrni tasdiqlash uchun arxivlardan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Ammo ba'zi hollarda arxivlarda ham ma'lumotlar saqlanib qolmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkon boricha hozirdayoq eski ish joylaringizdan tegishli arxiv ma'lumotnomalarini olishga harakat qiling. 4. Asli sug'urta staji va umumiy staj tushunchalarining farqi. Yangi qoidalar sug'urta staji tushunchasi ko'proq urg'u beradi. Sug'urta staji bu siz uchun davlat pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari to'langan davr. Umumiy ish staji esa mehnat daftarchasidagi barcha yozuvlarni o'z ichiga oladi. Lekin uning har bir davri uchun sug'urta badallari to'lanmagan bo'lishi mumkin. Demak, sizning jami ish stajingiz uzun bo'lsa ham, sug'urta stajingiz ancha kam bo'lishi va bu pensiyaga chiqish huquqini cheklashi mumkin. Bu nozik farqni anglash juda muhim. Astroshik amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Eng muhim qismga ham yetib keldik. Yangi qoidalar qanday bo'lishidan qat'i nazar, siz hozirdayoq o'zingizni va kelajakdagi pensiyangizni himoya qilish uchun aniq qadamlar tashlashingiz mumkin. Bu mening sizga beradigan amaliy tavsiyalarim. Ming qadam ish stajingizni va shaxsiy hisobingizni hoziroq tekshiring. Bu eng birinchi va eng muhim ish kerak. Davlat pensiya jamg'armasi filiallari. O'zingiz yashaydigan yoki ro'yxatda turgan hududdagi davlat pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda sizga ish stajingiz haqida batafsil ma'lumot beriladi va sug'urta badallari hisob varag'ingizdagi holatni tushuntirishadi. Mening hukumatim MyGov portali. Agar sizda elektron imzo bo'lsa, MyGov.uz portali orqali pensiya ta'minoti to'g'risidagi ma'lumotnoma xizmatidan foydalanib, ish stajingiz haqida onlayn ma'lumot olishingiz mumkin. Bu eng tez va qulay usuldir. Bu ma'lumotnomada sizning mehnat stajingiz, pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan badallar va boshqa tegishli ma'lumotlar aks ettiriladi. Nimani tekshirish kerak? Ish stajidagi uzilishlar. Ma'lumotnomada qanday davrlar ish stajiga kiritilmaganligini diqqat bilan ko'rib chiqing. Badallar o'tkazilganligi. Har bir ish joyingizda siz uchun sug'urta badallari muntazam ravishda va to'g'ri miqdorda o'tkazilganligini tekshiring. Agar badallar o'tkazilmagan davrlar bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasi xodimlaridan izoh so'rang. Shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi. Ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz kabi asosiy ma'lumotlar to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Hujjatlardagi kichik no'movliklar ham kelajakda muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Gigadan yetishmayotgan yoki noto'g'ri hujjatlarni yig'ish va tartibga keltirish. Agar tekshirish natijasida kamchiliklar aniqlansa, darhol ularni bartaraf etishga kirishing. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Mehnat daftarchasi, asli va nusxasi, barcha yozuvlarning aniqligi va muhrlarning ravshanligiga e'tibor bering. Agar mehnat daftarchangizda yozuvlar bo'lmasa yoki ular shubhali bo'lsa, ish joyingiz bilan tuzilgan mehnat shartnomalari ish stajini tasdiqlash uchun asos bo'lishi mumkin. Buyruqlar ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish, lavozimga tayinlash haqida. Bu hujjatlar ish stajini tasdiqlovchi asosiy dalillar hisoblanadi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar pensiya miqdorini hisoblashda so'nggi yillardagi ish haqi juda muhim. Ish haqi miqdoridan to'langan sug'urta badallari haqidagi ma'lumotnomani ham olishga harakat qiling. Arxiv ma'lumotnomalari, agar eski ish joyingiz tugatilgan bo'lsa, u holda tuman yoki shahar arxivlariga murojaat qilib, ish stajingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar olishingiz kerak. Bu jarayon vaqt olishi mumkin, shuning uchun kechiktirmang. Harbiy bilet, harbiy xizmatda bo'lganlar uchun harbiy xizmat davri ish stajiga qo'shiladi. Ammo bu hujjat orqali tasdiqlanishi shart. Diplom o'qish davrini tasdiqlash uchun o'qish davri qisman ish stajiga hisoblanishi mumkin. Bu ham qoidalarga bog'liq. Tug'ilish haqidagi guvohnomalar, bolani parvarishlash ta'tili uchun. Agar siz bolani parvarishlash ta'tilida bo'lgan bo'lsangiz,
Bolalaringizning tug'ilish haqidagi guvohnomalar kerak bo'ladi. Qanday tug'ilash kerak? Pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qilib, aniqlangan kamchiliklarni ko'rsating va ularni tuzatishni so'rang. Zarur hujjatlarni ilova qiling. Agar ish beruvchingizdan bog'liq muammolar bo'lsa, ish beruvchingizga rasmiy xat bilan murojaat qiling va sug'urta badallarini to'lashni yoki ma'lumotlarni taqdim etishni talab qiling. 3 qadam. Mutaxassis maslahatini oling. Davlat pensiya jamg'armasi xodimlari. Barcha savollaringizga eng to'g'ri javoblarni ular berishi mumkin. Ular har bir holatni alohida ko'rib chiqib, individual maslahat berishga majbur. Yuridik maslahat markazlari. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, ish beruvchingiz hujjatlarni bermayotgan bo'lsa yoki sud orqali ish stajini tiklash kerak bo'lsa, malakali yuristga murojaat qiling. 40 qadam. Norasmiy mehnat faoliyatini rasmiylashtirishni o'rganing kelajakdagi badallar uchun. Agar siz hozirda norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz yoki kelajakda shunday ishlashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritish imkoniyatlarini ko'rib chiqing. Bu sizga sug'urta badallarini mustaqil ravishda to'lash va kelajakdagi pensiya huquqingizni ta'minlash imkonini beradi. Har bir to'langan so'm bu sizning kelajakdagi pensiyangiz uchun hissa. 5 qadam. Doimiy ravishda ma'lumotlarni kuzatib boring. Pensiya tizimida o'zgarishlar tez bo'lib turadi. Rasmiy manbalarni pensiya jamg'armasi, Adliya vazirligi, Soliq qo'mitasi veb-saytlari, Telegram kanallari doimiy kuzatib boring. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Biz eng dolzarb ma'lumotlarni muntazam yetkazib turamiz. Yakuniy xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, 2026 yildan boshlab pensiya tizimida kutilayotgan o'zgarishlar jiddiy va har birimizga ta'sir qiluvchi xarakterga ega. Eng muhimi, bu o'zgarishlarga tayyor turish va proaktiv harakat qilish. Bugun tashlagan har bir to'g'ri qadamingiz kelajakdagi pensiyangizning barqaror va yetarli bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. O'z ish stajingizni tekshirishni, hujjatlaringizni tartibga keltirishni va barcha rasmiy sug'urta badallari to'lanayotganini nazorat qilishni kechiktirmang. O'z kelajagingizni o'z qo'lingizga oling. Bu boradagi fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli va boshqa tomoshabinlarimiz uchun foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz pensiya va boshqa muhim mavzular haqidagi yangi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.